hamkor bo'ldingiz. 4 million 700 mingga to'ladingiz va ana shu kunda o'zida sizga ID raqam berib, mana bu holatda sizga shajara boshlandi. Siz kirib kelganingizdan keyin sizga mahsulot yoqadigan bo'lsa, siz kimgadir ana shu mahsulotni aytishingiz kerakmi? Aniq aytishimiz to'g'rimi yaqinimizga? Mana bu joyda ikkita insonni taklif qilasiz. Ular ham albatta 4 million 700 ming to'lagan holatida keyin siz ortingizdan shunaqangi joyga ega bo'ladi. 4 million 700 to'laganda. Endi keling, siz men odam topolmayman yoki men ishlolmayman, meni qo'limdan kelmaydi degan insonlarga ham chiroyli gapimiz bor. Ularga nima aytamiz? Bizda 3 ta yo'nalish bor deyiladi. Bizda 3 ta yo'nalish bor deyiladi. Birinchi yo'nalishi iste'molchi bo'lish kerak. Ikkinchi yo'nalishi sotuvchi bo'lishi mumkin. Uchinchi yo'nalishi esa reklamachi bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Qarang. Birinchisi iste'molchi, ikkinchisi sotuvchi, uchinchisi reklamachi. Endi keling, qaysi birida katta pul borligini aytib beraman. Bugungi kunda masalan oddiy misol, shuncha yoshga kirganingizcha magazin yoki bozordan iste'molchi bo'ldingiz. Boyib ketdingizmi? Nabarot, cho'ntagingizdan pulingiz ketyapti. Ikkinchi o'chiritdagi ishimiz sotuvchilik. Mana shu joyda o'tirgan insonlarning ichidan ham nechtangiz savdo bilan shug'ullangansiz, to'g'rimi? Milliarder bo'lib keta oldingizmi? Yo'q. Qorningiz to'yadi, arenda to'laysiz, налог to'laysiz, ovqatlanasiz, dastavkaga chiqasiz, to'g'rimi? Endi qarang, ana shu savdogarlarni ham bugungi kunda hamma ehtiyojdan oshinib milliarder bo'lishi juda ham qiyin. Ayniqsa bugungi holatda. Keling endi biz 3-holatdagi reklama holatini tanishtiraman sizlarga. Aynan men faoliyat yuritayotgan joyi reklama. Keling, bugun mana ikkita insoningizni taklif qilgan paytingizda ikkala insondan sizga agar bu ham shaxsiyingiz bo'lsa, bu ham shaxsiyingiz bo'ladigan bo'lsa, ana shu kunda o'zida sizga 1 million 426 ming pul chiqadi. Shaxsiyingiz bo'lsa. Tushundingmi? Ya'ni shaxsiyga 137 ming so'm. Buni shaxsiysiga ham 137 ming so'm pul chiqadi. Endi keling, ikkita topdingizda boshqa topmadingiz. Lekin bularni ustozingiz bilan tanishtirib qo'ydingiz yoki ofisga olib kelib qo'ydingiz. Ofisda u mana bunaqa treninglardan, darslardan o'ziga xulosa chiqarib, chiroyli ishni boshladi. Va mana buni ham agar yaxshi inson bo'lsa, birovni aldamagan bo'lsa, uni ham ikkita tanishi bor, to'g'rimi? Va buni ham ikkita tanishi bor. Siz topmadingiz, siz uyga kirib ketdingiz. Bular o'zlari topdi ikkita odamni. Shu holatda siz topmaganingiz uchun, bular topgani uchun mana bu ikkalasidan 1 million 426 ming so'm aliga chiqadi. 1 million 426 ming so'm valiga chiqadi. Endi qarang, mana shu joyda sizga pul chiqadimi yo'qmi? Chiqadi albatta. Aynan Greenleaf'da chiqadi. Hozir o'zimizda marketing tugagandan keyin boshqa kompaniyalarga ochib beraman, voy deydigan joyi bo'ladi. Qarang, mana bu ikkalasidan sizga 274 ming chiqadi. Ichki ikkala qo'ldan. Mana bu ikkalasidan birlashib sizga 1 million 152 ming so'm pul chiqadi. Qarang endi, siz bularni tanimaysiz to'ralasini. Shunda ham sizga mana bu summa chiqyapti. Ya'ni yana 1,5 millionga yaqin pul chiqyapti. To'xtab tur, yaxshi narsa ekan. Men topmadim, bular topganidan ham pul chiqdi. Endi nima qilasiz siz? Mana bu uchalasini davay qilasiz. Bu tomoningizdan bu uchalasini davay qilasiz. Shu uchalasidan bittasi ishlab ketsa ham, bittasi. Mana bu bitta tashasa, bu tomondan ali topdi, bitta maniga tashlaydi. To'g'rimi? Bu topgan yo'qda hali bu o'zi ikkita topib qo'ydi. Shu joyda bu tomoningizda 3 ta bo'ldi. Bu tomoningizda bitta bo'lib qoldi. Endi nima bo'ladi? Bu joyda bu ikkalasidan sizga
1 152 000 chiqdi. Va mana bu ikkalasi